Hech qanday shartnomasiz, yozma tilxatsiz kimgadir katta miqdorda qarz berdingiz. Endi uni qaytarish iloji yo'q. Bir obunachimizdan savol kelibdi. Aka, o'rtog'imga 8 million qarz bergandim. Ishonganim uchun hujjat ham olmadim. Sudga borsam qaytarib ola olmayman deb o'ylab hech narsa qilmay yuribman. Yo'li bormi? Ko'pchilik shu fikrda ekan. Aslida shartnomalarsiz, yozma tilxatlarsiz ham qarzni qaytarib olish imkoniyati bor. Lekin ochig'ini aytsam, bu biroz qiyin jarayon. Keling, mana shuni batafsil tushuntirib beraman. Fuqarolik kodeksining 109-moddasiga ko'ra, yozma shakl bo'lmasa ham shartnoma bekor bo'lmaydi. Isbotlashda esa siz bank o'tkazmalari, SMS xabarnomalar, Telegramdagi yozuvlar, qarzni tan olgandagi har qanday yozuvlar hamda audio yozuvlardan foydalanishingiz mumkin. Lekin bir narsani unutmang, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 733-moddasiga ko'ra, qarz summasi bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan oshadigan bo'lsa, siz uni yozma tarzda rasmiylashtirishingiz kerak. Bu hozirgi kunda 4 milliondan oshiq summa degani. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying hamda haligacha sizga qarzni bermay kelayotgan tanishingizga yuborib qo'ying. Huquqiy bilimingizni oshirish uchun esa sahifamga obuna bo'ling.